Test markazidagilar ham biz bilmaymiz, nima deyishni ham bilmaymiz deyapti-da. Assalomu alaykum hammaga. Yana prava temasiga qaytamiz. Men hozir Sergeli imtihon markazidan qaytyapman. Vojeniyaga borgandim. Eslaringizda bo'lsa, 21-oktyabr kuni topshirganman. Bu pravani 2 oy ichida vojeniyasini topshirgan ekzamen kuyib ketar ekan. Vojeniyaga keluvdim. Bitta muammo ham emas. Bitta narsa bo'lib qoldi. Menga prava uchun C kategoriya deb yozib berishgan ekan gaylar. Chunki meniki 01 ketgan, prava lishon bo'lgan. Lekin menda pravada B kategoriya turibdi. Imtihon topshirishim uchun Isuzu haydarkanman. Mayli Isuzu ham haydarman, odam qilgan ishni odam qiladi, lekin bitta savol qiynayapti meni. Shunda pravani olishga borganimda C kategoriya urib beradimi? Yo B bo'ladimi? Faktiski men seni imtihonni topshirgan bo'laman-ku. Shu savol qiynayapti. Iltimos shuni bilganlar kommentariyada tushunganlar shu narsani yozib yuboringlar. Даже test markazidagilar ham biz bilmaymiz, nima deyishni ham bilmaymiz deyapti-da. Rahmat.